Aytsam ishonmaysizlar, Chilonzor algoritmda 2 xona, 44 kvadrat, 4-etaj. 48.200 dollarga chiqyapti. 3-etaj degan pastdagi qo'shni e'lon osib qo'yibdi. Xuddi shu kvadrat tayyor remontli 60.000 dollar so'rayaptilar. Endi tasavvur qiling. Plyus bo'lganda tayyor remontlisini olgan bo'larmiz 60.000 dollarga yoki o'rta remontdagi 4-etajni olib 7.000 dollar pul tiksangiz, shuna kirib yashaydigan joy. Bu degani kamida 4.000 dollar ekonom qilasiz. Manzil aytganda Chilonzor algoritm 31-kvartal, Arinchir Ahmad Jo'ji. Old tomonda bozorcha bor. Keling, bozor so'rab qolsalar, shundoq kirib bozorlik qiladigan joy. Oldi tomonda bolalar maydonchasi, shuna uyingizni oynasidan farzandingizni kim bilan o'ynayotganini kontrol qilib tursangiz bo'ladi. Bundan tashqari 280-maktab oldi tomonda joylashgan rus maktab ko'pchilik viloyatdan shutga bolalarni o'qitirgani olib kelishadi. Xullas, ushbu joyimiz srochni sotilyapti. Kadastr hujjatlari bor, foydalanib qoladigan joy. Qiziq bo'lsa, pastda shaxsan uy egalari nomerini videosida qoldiramiz, bemalol nomimizdan murojaat qilsanglar bo'ladi. Aytgancha bu videoni algoritmdan hamyonbop narxda uy qidirayotgan tanishiga shuni tashlab qo'yinglar, foydali bo'ladi. Uyimizni narxi yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar.